Leksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü saat 2020 yıl 10. ayının 5. günü haftaga düşenbe. Endilikli leksiyemiz mundaq. Hem qo'shimcha muhokama. Yaponiyaning vaziri Suganing vazifaga o'ltirib qilgan ishlari Jungo Kompartiyasi harbiy tarafda jiddiylashtirib o'tdi. Mavzuli xabar 10 ayning 4 kuni Vanvi to'rbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiya Gongtongsha mundaq xabar qildi. Jungo harbiy taraf mundaq tahlil qildi. 9 ayning 16 kuni vazifaga o'ltirgan Yaponiyaning vaziri Suga hukumati Amerika bilan birlikda dengiz okean ittifoqi qurishni o'ylashdi. Bexatarlik kapolati jihati Jungo qattiq siyosat qo'llanishni o'ylashdi. Yoki qo'llanmoqchi bo'ldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo ozodlik armiyasi doiralari ichki yig'inda tahlil qilib mundaq deyishdi. Endi Tinch okean rayonida Yaponiya bilan Amerika dengiz okean ittifoq qurmoqchi bo'ldi. Suga hukumati bexatarlik jihatda Jungoga qattiq siyosat qo'llanmoqchi bo'ldi. Buning uchun Jungoning qaratmalikqa ega qo'rishovga, elishlarga qarama-qarshi tadbiri bo'lishi kerak. Jungo harbiy taraf mundaq hisobladi. Mundaq bo'ladigan bo'lsa, Yaponiyaning davlat mudofaa siyosatining asosi aslidagi mudofaada turib qo'g'dinish. Ten endilikda o'zgardi. Demak, dastlabda mudofaa turadi, endi o'zgardi. Jungo harbiy taraf bu yangi masala oldida tayyorlik qilishi lozim. Jungo harbiy tayyorliklarni kuchaytirdi. Yuan Shanganlik savdogar hozir Washington bilan Shangan Hong Kong o'rtasida faoliyat qilayotgan odam, cho'ng faoliyat qilayotgan odam. Yuan Gongyi, shvart olaydigan odam emas, Uyg'urlarga o'xshash faoliyat qiladigan odam. Yuan Gongyi Prezident Trump saylamda tutib olsa, Jungolikdan beshiga ofat yetib keladi. Agar Prezident Trump saylamda turib qo'ysa, Jungoning taqdiri texamachinishlik bo'ladi. Dedi mavzuli xabar 10 ayning 5 kuni Jungoga nazar torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Masalan, alaylik xabarni boshlaganda bu kishi dedi, hozir saylam davrida turyapti dedi. Saylamning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, lekin biz boshda aytdik, hozir 6 shtatda Prezident Trumpni qo'llash xohishi yoki saylovchilarning ra'yida o'zgarish bo'ldi dedik. Vatandoshlar, siz shunda umid qiling, biz ham shunda umid qilamiz. Prezident Trump Oqsaroyga qaytib kelib, ustiga o'ltirib, o'zining xizmatini boshlagandan keyin bo'lsin, endilikdagi tayyorlik, saylam tayyorligi deyli 6 shtatda, masalan, tavrinib turgan 6 shtatda o'zgarish bo'ldi. Xalq ra'yi Prezident Trumpni qo'lladi. Endi mayada bu taxminni o'tirib qo'yib Yuan Gongyi har ikki ahvolda. Chunki biz birinchi leksiya dedik vatandoshlarga, Amerikada ikki partiya Demokratlar Partisi ve Cumhuriyetçiler Partisi ortak tanışık geldi. Nemi doğruda? Jungo'nu tanış doğrusu da. Jungo hazırlıkçı özgermedi, onun mahiyeti özgermedi. Hem ebedi özgermeydi, hulası tamam. Hem bunun biz başka çare kullanışımız gerek. Ahırka netice nemi dedi? Kevin McCarthy, devlet parlament azası, avam palatasının azası. Bizden Irak'lı körerlikki stratejik siyasetimiz buluş gerek. Biz bu siyaseti kabul kılışımız gerek. 40 yıldan bir neçe yıllardan beri bir siyaset yürgüzüp geldik Jungo'lukka. Lekin yürgüzgen siyasetimiz biz Jungo'nu özgertmedik, Jungo biz de özgerttik. Mesela Obama, sabık prezident Obama siyasetini nemi dedi? Ne çıraylık tenkit kıldı. Onun siyaseti, sabık prezident Obama'nın siyasi kudretlik Jungo'nu küreş. Yoki kudretlik Jungo'nu aldığı keltiriş. Obama'nın tashqi siyosati shundoq bo'ladigan bo'lsa, ichki siyosati shundoq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Tibet masalasi, Uyg'ur masalasiga masala mavjud emas.
Lekin shundaqdimi Davlat Majlisi hozirgacha Uyg'ur masalasini, Tibet masalasini Obama davridan tartib tashlab o'tgani yo'q. Bugungi kuni kelganda Prezident Trump hükümetining Davlat Majlisi nayti şiddet bilen bu mesele üstüde şiddet bilen ketyapti. Yani kişilik hukuk, Xitoyning kişilik hukuk meselesinde şiddet bilen kelyapti. Mana ko'ring hozir Avam palatasining a'zosi Kevin McCarthy nima dedi oxiri qo'ydi? Biz Uyg'urlarni Xitoy bostiryapti. Bu bostirishi nima deyishimiz kerak? Bu irqiy o'qitish jinoyat sodir qildimi yo'q, buni belgilashimiz kerak. Buni kapolatga ega qilishimiz kerak. Belgilash va kapolatga ega qilishni biz bugun Prezident Trump hukumatidan talab qilishimiz kerak. Mana bu ochiq siyosat bo'ldi vatandosh. Texmi konkretlashdi, texmi ochiqlashdi siyosat degan bo'ldi vatandosh. Endi oxiri kelganda nima dedi? Masalan, tashkillik jinoyatchi deb bekitish. Devlet alqıgan yoki xalqaralashgan tashkillik jinoyatchi Jungo Kompartiyasi. Bu Jungo Kompartiyasiga ajallik zarba elib keldi dedi Yuan Gongyi. Yani birisi kechirim qilish, huquqini bekor qilish. Mesela xalqaro jamiyatda davlatlarga berilgan, xalqaro jamiyat davlatlarga berilgan kechirim qilish. O jinoyat, bu jinoyat davlat nomi bilan sodir bo'lib qolsa, shuni kechirim qilish huquqi. Bugun Xitoy virusi bu davlatning jinoyati hozir tashkillik jinoyat butun dunyoga tarqatilgan yuqumliq virus bu Jungo o'tkazgan jinoyat bo'ldi. Eliqi huquq berilgan huquq bo'yicha buni kechirim qilishga to'g'ri keldi. Amdilikda bu bekor qilinadigan bo'lsa, Jungo hukumati butun dunyoga bu yuqumliq kasal opti tufayli ziyon tortgan o'lim yetim hammasini hisoblab butun dunyoga to'lam to'lishi kerak vatandosh. Eg'irmikan vatandosh? Bu yerda ikki masala eg'ir masala. Biri irqiy o'qitish deb belgilash. Bu intayin eg'ir masala. Boshda aytibdi, bu qattiq diplomatik oqibat keltirib chiqaradigan masala debdi. Ikkinchi eg'ir masala hozir endi bu kechirim qilish. Davlat o'rnida kechirim qilish, huquqini bekor qilish. Amerika Qo'shma Shtatlari bekor qildi. Bu ikkinchi eg'ir masala. Agar shu ikki masala avvalnima palatada, Davlat Majlisida ma'qullangan bo'lsa, ham nima deymiz? Deb keldik, gapni deb keldik, vatandosh anglab keldik, o'zaro qadam mushiyaga yetdi. Agar bu ikkisi belgilangan bo'lsa, hamda biz naqshi to'lab, hallaylini to'lab vatanga qaytamiz desaklar bo'ladi vatandosh. Bak umidvar bo'lib ketdim ya, kechiringlar. Endi bu yerda hozir kim? Scott Peri. Avam palatasining a'zosi Scott Peri ana shunday qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Shu qonun loyihaning mazmunida ikki mazmun. Biri kechirim qilish huquqini bekor qilish. Ikkinchisi bu davlat alqıgan jinoyat sodir qilgan kompartiya deb bekitish. Irqiy o'qitish jinoyati o'tkazdim yo'q, buni bekitish. Mana shu masala bugun o'ttirg'i chiqdi, o'ttirg'i qo'yildi deb Yuan Gongyi nima dedi? Sana qaysi partiya Amerikada bu qatam siyosat sohasida yo'l bo'ylab Oqsaroyga kirdi bu ikkinchi gap? Qanday ahvol ostida bo'lsa, beshinga ofat keldi va echinishlik taqdirdan qochib qutula olmaysan. Jungo Kompartiyasi dedi vatandosh.